sotuk yeri. Mana keng yerdi 5 sotukku nemede, jalkada keng yerde жүрүп tutasang peshadangan javosh bo'lsa to'g'ri emas. Mana yerda uyim bor. Ona ko'rdim. Yerimni ko'rdim, qanday keng ekan. Mana vaqtdan bor. Bardığını tashlab mana shog'lam tajikka qoladi. Nag'ala ishlayveradi. Toshim bor, mana toshlarni ham shunday tizib bitdi. Bardığını qolyotadi. Biz hozir 5 sotuk deb atasizlar, biz O'rislarda emas bizda. Uyning ichida tualetimiz bor. Eshik o'g'indan keyin tualetimiz ayvonda bo'lib qoladi, mana jaqim bo'lib qoladi. Хотя 12 sotuk bo'lsa ham 10 sotuk bersangiz deb o'tadi. 12 хорошо beradi, biroq berki uy bermayman. Qurilish pistar. Narozi bo'lib bunday bo'ladi, tinglay bo'ladi degan yo'q. Men aytmadim buni. 5 sotkadan berib, uy solib beramiz. 5 sotka kelajakda uy solib olasizlar. 10 sotkadan ay charbaga beramiz, bitdi, o'sha bilan. Shahar bo'lsa-da biz mana yerdan ko'chib o'tamiz, исключение qilish kerak-da bizga. Nima исключение? O'sha 5 sotuk deb ko'chirish kerak. Qancha? Gektarlab beraymi? Yo'q, gektar yo'q, yo'q. Norozi qilib deb o'tadi. Yo'q, bunday. Ana men ko'chib. Bunday men sizlarga yo'liqanda aytmadim-ku. Ani foydalanmag'lar. Men aytib o'taman. Aytdim sizlarga, sizlar aytgan foydalanmayapsiz. Hozir boshqacha bo'lib ketib qoldi. Terek kaltı degan millet var. Şu Tacikler millet söyleşip durup men bir uğun söyleşip durup biz mınalardı kesip alıp ketkenге seler yolda bol bollar dep aytsaňar boy. Terekler boyunca, şehir boyunca, saraylar boyunca alar 30 gektar yer verdi. Bravo, kompensasiya. Anan keyin hazır bak darak, anan keyin tigi to'q qana şifir var, anan tinday qildim ele, munday qildim ele, otun potunlardı uyat ele bo'ladi. Uyat bo'ladi. Bir şart tuzib berip o'tamiz-ku. Uy salınıp bitgandan keyin berdim. Kiyimleringizni alasizlar, töşök-pöşökleringizni alıp turup chiqib ketasizlar. Qolganini qalab. Granitsada. Men aytib Qashqar turib men sizga aytib beray. Granitsada murda arqildan chaqtirib qanday tanishdi? Bu kishiniki granitsada. Shuni chiqib olib ketaylik dedi. Shuni men aytib o'tmayman. TV'ye gidedi. Davud yo'li. Tushundingizmi? Je Davud yo'li aytayım. TV'ye gidedi. Davud yo'li aytadi. TV'ye gidedi. Baxtaroqlarda uylarga TV'ye gidedi. kompensatsiya qilib o'sha Sizlar tushunib o'tasizlar, bu kompensatsiya, uy solib berib o'tmaysizmi kompensatsiya? Kompensatsiyadan bosh tortmadinglar o'zingizga. Turadi. Men kompensatsiya bosh tortib, bu yoqqa solib. aytmadim. Men kompensatsiya, uy solmaysiz, men kompensatsiya to'lab beraylik. Uyda o'tmaysizlar. Kompensatsiyadan bosh tortdinglar. Turadi. Hozir какой-то bir baxtaroqqa javishib o'tasizlar. Qo'yinglar deyman. Uyoq bormi sizlarda? A bo'xsaqning barini chiqarib berasizlar hozir. Tingni, buni shiferi bunday bo'lib qoldi, ana tingni bunday deb. O'tun potun bu. Ama bolsa olmazdı da, duralım.